Bular bilan boshqacha gaplashib qo'ymasam bo'lmaydi shekilli. O'zbekiston fuqarolariga 11 mingdan deydi, lekin Tojikiston fuqarolariga 16 mingdan deydi. Mana pul Oybek. Короче, kirdi chiqdi xizmatdan foydalanishim kerak. Bir kunda samolyotda menga yaxshi variant ko'rib bering. Nimaga Tojikiston fuqarolariga qimmat, O'zbekiston fuqarolariga arzon? Shuni ham tushuntirib o'ting. Assalomu alaykum. Siroch aka, qarang aka, Tojikiston fuqarolarini 3 kunlab chegarada ushlab qo'yapti. Shu sababdan bizda VIP xizmatlarimiz bor. VIP xizmatlarimizda bir kunda samolyotda Tojikiston fuqarolari kirib chiqib kelishi mumkin. O'zbekiston fuqarolari 12 ming rublga bir kunda samolyotda kirib chiqib kelishi mumkin. Tojikiston fuqarolari esa 16 mingga. Nima uchun 16 mingga? Tojikiston fuqarolarini ko'pincha chegarada 3 kunlab ushlab qo'yapti. Shtobi chegarada qolib ketmasligi uchun Tojikiston fuqarolariga ozgina qimmat narxda bo'ladi aka. Qarang Oybek, shunaqa 2-3 kunlab Tojikiston fuqarolari chegarada qolib ketmasligi uchun shunaqangi xizmat tashkil qilingki, VIP xizmat bo'lsin, bor yo'g'i 24 soat ichida, ya'ni bir kunda samolyotda kirdi chiqdi xizmatdan foydalanib kelsin. Tojikistonlik meni birodarlarim juda ham ko'p. Ana shuning uchun qandaydir nomer ayting, shu nomerga WhatsApp yoki Telegram orqali murojaat qilsam, meni birodarlarim ham inshaalloh chegarada Tojikiston VAPESH deb bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalanishsin. Samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatlaridan foydalanmoqchi bo'lsanglar, +7 kodi bilan 921 762 2500 telefonlariga WhatsApp yoki Telegram orqali murojaat qilsanglar bo'ladi.